Tuba. Voy chiqar shu savil qolgurni qulog'ingdan, a? Ko'chaga chiqqanda taqmasang nima qiladi? Nima bo'ldi, oyi? Pishloqqa qo'shib assalom olgin. Ha, Tuba, surishtirib olgin. Yana yaroqsizini qo'lingga tutqazsa ko'tarib kelavermagin. Bora qol tezroq. Uzoq qolib ketma. Salom. Kechirasiz, yaxshi qiz. Cho'chitib yubormadimmi? Chaqirsam eshitmadingiz, shunga eshikni ochdim. Shu atrofda qadimgi uylar bor ekan, u yerga qanday boriladi? O'sha tarafga ketayotgan bo'lsangiz chiqing, bir yo'la tashlab o'taman. Tez chiq. Tez mashinaga chiq. Chiq dedim. Qotib turaverma, chiqsang-chi. Yolg'onchisiz. Yolg'onchi odamsiz. Anthony Quinn. Uni muxlisman. Zarba filmidagi rolni qiyib qo'yganda. Yo'q. Tuzukmisan? Xudoga shukr, tajribali haydovchiman. 5 kaz qutuldik. 5 kaz qutuldik? O'lishimizga oz qoldi-yu. Qayoqqa ketyapsan? Tuba, bir daqiqa. Hech bo'lmasa, mana buni ko'r. Tuba. Mana qara. Qara. Menga qara. Esladingmi? Qara. 2-2,5 yoshlardasan bu suratda. Oradan 15 yildan ko'p vaqt o'tibdi. To'g'ri, 3 yoshgacha xotirada hech nima qolmaydi. Shuning uchun esingga tushmayotgani tabiiy. Esladim. O'sha qo'g'irchog'imni. Eskiroq edi. Maktabga ham birga olib borardim. O'sha qo'g'irchoqni men olib berganman. Ko'ylagining ichki tarafida cho'ntagi bor edi. Yashirin cho'ntak. Ichida xat turardi. O'shani men yozganman. Tubaginamning qo'g'irchoqqinasi. Ammo uni yo'qotib qo'ydim. Qaytib topa olmadim. Xuddi otam kabi. Mana, men keldim. Endi yoningdaman.
Zarba og'a, xush kelibsiz. Ishlar qalay, Jamil? Ishlar besh og'am, yaxshimisiz? Nejib yo'qmi? Ichkarida kiraveringlar. O, Zarba. Nejib, Shoshmang, usti boshim qon. Ha, mana shunday. nima bo'ldi? Juda o'zingni qo'yib yuboribsan. Hushyor bo'l, uka. U nima deganing? Oxirgi ko'rishganimizda chayir, qipchagina yigit eding. Go'shtni bir zarbada halimdek qilib qo'yarding. Hozir qara, mana bunaqasan. Hushyor bo'l. Xavotir olmang, menga baloya urmaydi. Og'am, o'zingizdan so'rasak, ko'pdan beri ko'rinmay ketdingiz. Yo biz taraflarda U ishlamayapsizmi? ham bo'lib qolar. Sabrli bo'l. Albatta sabr qilamiz, sizga mushtoqmiz. Bilasiz, bu yerning doimiy aziz mehmonisiz. Katta ishingizni kichik bir yerda biz ham ko'rinish bersak. Bo'ldi, Nejib, bo'ldi. Nasib qilsa, albatta bo'ladi. Mayli, xo'sh, ko'nglingiz qanday yegulikni tutsaydi? Shoshmang, ularni o'zingiz tanlang. O'rdak, kaklik, bedanan hammasidan bor. Kurka ham bor. Bugun olib kelishdi. Istasangiz, sizga quyon so'yib beray. Xohlaysizmi, ha? Mana. Hazillashyapti. Hazilga o'xshaydi. Yur. Mana keldi. Baraka Osh top, bo'lsin. Osh bo'lsin, og'am. Ammo idishda qolmasin, xo'pmi? Albatta, Nejib. Mayli, sizlarga yoqimli ishtaha. Bay. Bularga bir qara, hidini qara. Bay. Juda boplaydi. Qoyil. Yeganlar darmonda, yemaganlar armonda. Doim barra go'sht bo'ladi bu yerda. Nega yemayapsan? Go'sht yemayman. Nega? Bechora qo'zichoqni go'shti tomog'ingizdan qanday o'tyapti? Baliq yeysanmi? Iltijoli ko'zlar bilan qarab turgan narsani yeyolmayman. Ayniqsa baliqni. Baliqqa nima bo'pti? Ha, baliq boshdan sasigan uchunmi? Dengizda g'oyib bo'lgan odamlarni baliqlar yermish. Meni otamam dengizda g'oyib bo'lgan. Uni baliqlar yegan. Men mana qarshingda o'tiribman. Nega to'xtadik? Yetib keldik. Qayerga keldik? Uyga. Qani yur. Ketdik. Xush kelibsiz, beyafandi. Qadamingizga hasanot, kichik xonim. Marhamat. Rosa charchadik. Qornimiz ham och.
Xotirjam bo'ling, beyafandi. Barchasini tayyorlab qo'ydik. Faqat sizlarni kutayotgandik. Xush kelibsiz, kichik xonim. Oling. Marhamat, keling. O'zim yo'l ko'rsataman. O'g'lim Erkan, bu yigitni qayerdan topding? Ish izlab yurgan ekan, shunga Bu xona seni xonang. Uydan kutilmaganda chiqqaning uchun kerakli narsalaringni olishga imkon bo'lmagandir. Mana ko'ylaklar, oyoq kiyimlar. Qanday uslubda kiyinishingni aniq bilmasdim. Shunga har xil ko'rinishdagi liboslardan olaverdim. Hammasi seniki. Ko'k, oq, yashil deysanmi, barchasi eng so'nggi modada. Bu yerda bir nechta suratlaring bor. Almashib turadi. Telefon ham senga. Istasang oyingga qo'ng'iroq qilishing mumkin. Bo'ldi. 3 hafta meni yonimda bo'lasan. Vassalom. Nega? 3 haftadan keyin nima bo'ladi? Tug'ilgan kuning. Nima? Tug'ilgan kunimni birga o'tkazish uchun o'g'irlab keldingizmi? Hozir qarshimda balog'atga yetmagan qizaloq turibdi. Ammo 3 haftadan keyin 18 ga kirganingda o'zing mustaqil qarorlar qabul qilishni boshlaysan. Ana shunda hech kim seni tortib ola olmaydi. Yoningizda qolishimga shunchalik aminmisiz? Faqat bolaligingdan qolgan 3 haftani birga o'tkazishni istadim. Bo'ldi qizim. Endi ertaga ajoyib kun bo'ladi. Agar uyga ketgin kelayotgan bo'lsa, olib borib qo'yaman. O'zim ketaman desang ham qarshilik qilmayman. Ammo ketishingdan avval birga nonushta qilaylik. Xotirimga muhrlanib qolsin go'zal chehrang, ko'zlaring. Aslo xayolimdan ketmasin. Keyin xohlasang, oyingning yoniga qaytaverasan. Ammo tongi fursatni boy bermaylik. Keyin dengizga chiqish qiyin bo'ladi. Qani yur. Nonushtani katerda qilamiz. Yur. Tursangchi. Suvni ustida qushlardek uchayapman. Kel yonimga, go'zallikdan bahra olsangchi. Sizni eslolmayapman. Ammo uyingizni, yordamchilaringizni, Katerni tanigandekman. Juda g'alati, to'g'rimi? Hech nima demaysizmi? Ana u betarbiya ofitsiant senga qarab har xil bo'lmag'ur gaplarni sherigiga ayta boshladi. Buni qanday eshitdingiz? Eshitganim yo'q. Unda qayerdan bildingiz nima deganini? Eshitdingizmi yoki his etdingizmi, nima qildingiz? Meni uzoqdan turib ham nima deyishayotganini anglaydigan hislatim bor. Unda nega shuncha yillardan beri
Qizingiz ovozini his etmadingiz. Sizni sog'ingan kunlarim bo'ldi. Quchoqlab yig'lashni istagan onlarim bo'ldi. Nega ularni his etmadingiz? Hatto yo'q qabris tuprog'ini quchib yig'lashga ham rozi edim. Nega o'z farzandingizni his etmadingiz? Shunaqa super qahramon ekansiz. Nega yonimga uchib bormadingiz? Mana endi yoningdaman. Bir bor dada de. Quchoqlashni xohlasang, mana otang yoningda. Tushundim. Demak, bu mavzuda gaplashmaymiz. Kateringiz bor, villada yashaysiz. Qayerdan pul topasiz? Avvaldan boymidingiz yo keyin boyib ketdingizmi? Yana uylandingizmi? Boshqa bolalaringiz bormi? Bular haqida gapirmaysiz. Quloq sol. Agar eshitaman desang, aytaman. Hech nimani bilishni istamayman. Ularni menga qizig'i ham yo'q. Yaxshisi, umuman bu haqda gaplashmaylik. Na siz haqingizda, na men haqimda. Bugungacha qanday yashadik, bundan keyin qanday yashayapmiz ahamiyati yo'q. Qayoqqa ketyapsan? Suv ichmoqchiman. Shoshma, aytaman, olib kelishadi. Yo'q. Shu kungacha o'zim uchun o'zim harakat qildim. Istamayman. Shakarim, men keldim. Seni quchoqlashga mushtoqman. Qayerdasan? Ayt, tezroq ko'rishaylik. Sajju. Quchoqlarmish. Hayvon, tarbiyasiz. Ha, mana topdim. Bir daqiqa. Shoshma, olmay tur. Nima bo'lyapti? Kimsiz? Menman. Qo'ng'iroq qilgan menman. Befendi, u yer do'stimning joyi. Qiz bolami do'sting? Ha, qiz bola. Qiz bolani bemahalda chaqirasanmi? Tushunmadim. O'zingni bos. Men o'sha qizning otasiman. Tushundingmi? Ha, shunaqami? Shunaqa. Tushundingmi? Tanishganimdan xursandman. Nega? Meni ham quchoqlamoqchimisan? Tushunmadim. Quloq sol. Qizimga qo'lingni teksang, suyaklaringni sindiraman. Xo'p. Yaqinroq kel. Kel, qo'rqma. Endi sekin ko'zdan yo'qol. Xo'p, ovozing chiqmasin. Telefonni ol. Qani joni. Boshqa ko'rmay. Alpar, kechiring. Biroz kech qoldim. Boshqasi ham bormi? Bu odam kim, Alpar? Alpar dedingmi? Saju kim? Saju kim? Kim? Men qayoqdan bilaman kimligini? Obbo. Uzr so'rayman, yoshlar. Adashtiribman. O'tiringlar. Keling, siz ham o'tiring. Men ketayotgandim. Keling. Tortinmang. Oqshomingiz mazmunli o'tsin. Juda yaxshi yigit ekan. Mayli, men ketdim. Xayrli kech. Bu odam kelib menga u seni otangligini aytdi. Hayron bo'ldim. Nima qilishni bilmay turgandim. Alo. Erkan. Boltani toshga uribmiz, o'g'lim. Izlagan joyimiz shu yermidi? Yaxshilab qaradingmi? Unaqa odam bu yerda yo'q-ku. Balki biron filiali bordir, nomi bir xildir. Yaxshilab surishtirgin. Xo'pmi? Yaxshi.
Qizaloq, Saju, qayerdasan? shu yerda, qarshingdaman. Istanbulda nima qilib yuribsan? Nega kelishingni avvalroq aytmading? Kelishimni o'zim ham bilmagandim. Sürpriz qilibsan-da. Qani keke, o'tir. O'tir. Nima bo'ldi? Yoqtirmadingmi? Aytaver, tortinma. Unday deganim yo'q. Bu boshqa gap. Kelganingdan xursandman. Nima buyurtma berasiz, Saljuqbek? Ikkita sunshine kokteyldan berasiz. Nima ishimizni xonim keyinroq aytadilar. Xo'p bo'ladi. Qani tanlachi. Bu yerda qo'zichoq go'shtidan ajoyib taom tayyorlashadi. Kimdir qo'ng'iroq qilibdi. Kim bo'ldi ekan? Alo. Salomlar. Qo'ng'iroq qilgan ekansiz. Sajuk Beymi? Shundaymi? Kechirasiz, Sajuk Bey. Hozir mabodo Kuytuda emasmisiz? Evet. Bu senmi? Yana hazil qilyapsanmi? Yo'q, yo'q, bu hazil emas. Hozir Kuytuning ostonasidaman. Agar ichkarida bo'lsangiz, shundoq tashqariga chiqing, kimligimni ko'rasiz. Barbaros. Ishontira olmading. Senmisan? Men bandman. 2 daqiqaga chiqing. Yaxshi, hozir chiqaman. Do'stlarimdan bittasi hazil qilyapti. Seni ko'rdi shekilli. Hozircha o'yin qilyapti. Shunday tashqariga chiqib salomlashib qaytaman, xo'pmi? Bo'lmasam tinch qo'yishmaydi. Tezda qaytaman, xo'pmi? To'ba, o'tira tur. Sajuk Bey. Ha? Voy, tavba, Sajukmisan? Hazilmi bu? Sen qo'ng'iroq qildingmi? Kimsan? Nima istaysan? Bezovta ota deya qolaylik. Qizim bechora o'z otasidan olishi lozim bo'lgan tasallini otasi tengi odamdan izlayapti. Bekorchi gapni qo'y. Shoshma. Erkan, hali ham shu yerdaman. Ishlar pachava. Tayyorgarligingni ko'r. Tuzukman, xavotir olma. Qizaloq. Boshqa ko'rishmasa yaxshi bo'lardi. Ammo Dadang kutyapti. Uni yoniga bor. Muammoga toqatim yo'q. Bora qol. Tuba, qizim. bu yerda nima qilyapsiz? Nima istaysiz mendan o'zi? Shu ishingiz yaxshi bo'ldimi? Keting bu yerdan. Saju politsiya chaqirmasdan keting. Qizim, men Qizim demang. Sizni qizingiz emasman. Doim sizni yomon ko'rganman. Endi battar yomon ko'rib qoldim. shoshma, avval quloq sol. Do'stimni nega urasiz? Nima haqqingiz bor bunga? Qizim, hali o'yinchoq ayiq o'ynaydigan yoshdasan. U esa tirik ayiq-ku. Bularni eshitishni istamayman. Bundan keyin meni unuting. Avvalgidek g'oyib bo'ling.
Otam o'lgan deb bilganim ma'qul. Eshitdingizmi? O'ldi deb bilganim ma'qul. Mayli. Yaxshi. Ketdim. Yaxshimi? Tuba. Yaxshiman. Yaxshiman. Xavotir olma. Xush kelibsan. Qizim. Tunjar Bey'nin yaqinimisiz? Ha, men qiziman. Tuzukmi, ko'rsam bo'ladimi? Tunjar Bey'ning jarohati jiddiy. Miyasining orqa qismiga qon quyilgan. Biz uni saqlab qola olmadik. Afsuski, umri qisqa ekan. Xudo sabr bersin. Avvaliga uchraganini eshitib, mana shunday tugashidan qo'rqib shuni birga olib keldim. Bu nima? Dadang unga biror nima bo'lsa, ya'ni ko'rishmasingizdan oldin seni topib qo'lingga topshirishimni tayinlagandi. Ammo bu tez orada sodir bo'lishini kutmagandim. Mashinada notebook bor. Ko'raman desang olib kelaman. Mana hammasi tayyor. Qara, dadasi nima olib kelibdi? Qani, puflaymiz. Qani. Qani qizim, yana bir marta. Barakalla. Ana bo'ldi. Tuba. Endi bu yoqqa qara qizim. Ana. Muborak bo'lsin. Salom deymiz. Qani? Qani qizim, bu yoqqa qara. Sizni yaxshi ko'ramiz degin. Dadajon. Qani, endi puflaymiz. Qani? Barakalla. Bu nima ekan? Bir ko'raylikchi. Buncha chiroyli ekan-a? Afsuski, hayotimiz hamisha ham mana shunaqa quvonchli ketmadi. Yo'qligingda tug'ilgan kuningni har yili nishonladim, har yili. Har tong oldinga borishni niyat qilib uyg'onib, oqshomgacha jasorat topolmay bora olmadim. Bilmasam, tushuntira olmasligimdan qo'rqdimmi? Balki o'rtamizda qolishingdan qo'rqqandirman. Ya'ni onang yoki meni tanlashingga to'g'ri kelib, yana umidsizlik uchib qolishingni istamadim. Yaxshisi, biroz ulg'ayib, o'zi xulosa chiqaradigan yoshga yetsin keyin dedim. Ammo vaqt o'tgan sari yoningga borishim yanada qiyinlashaverdi. So'ng o'zimga aytdimki, eng ma'quli uni tinch qo'yish. Janozasiz,
bir qabrsiz g'oyib bo'lish dedim. Ha, to'g'ri, otasizdir. Ammo janjalsiz, osuda xonadonda ulg'ayishingni istadim. Oydan keyin boshqa uylanmadim. Na bir jiddiy munosabat va na sendan boshqa farzandim bo'ldi. Agar hozir meni ko'rayotgan bo'lsang, demak, bir-birimizni quchoqlashga ulgurmabmiz. Yo yoningga borishga kuch topolmay o'lganman, yoki kechirilish nasib etmagan. Qani endi hayotni boshqarib bo'lsa, eng boshiga qaytarsam. Xato qilish va pushaymon bo'lish insonga xos. Qilgan boshqa hech bir ishimdan pushaymon emasman, ammo seni yo'qotganimdan qattiq afsusdaman. Yo'q. Qo'yaver. Qizim, taqdir shu ekan. Bolam, jonim meni. Qaniydi sizni so'nggi bor ko'rganimda. So'nggi bor quchog'ingizga o'zimni otsam. Lekin endi buni imkoni yo'q. Imkoni yo'q, otajon. Buni chindan ham istarmiding, Tuba? Endi nima farqi bor? Chindan istasang amalga oshadi deyshadi-ku. Shu yoqqa qara, Tuba. Orqangga. Meni ko'rganingdan xursandmasmisan? Qara, mana men tirikman, qarshingdaman. Nega bunday qildingiz? Arazimiz tugasin deb. Butun umidim shu edi. Çocukken acıtmazdı ağlamak. Eskiden kolaydı oyunlar oynamak. Küçükken anlamazdım hayatı. Akıp giden zamanı, eksik kalanları, şimdi en büyük özlemi. Kechki qaniydi ertaroq ko'rishganimizda. Otasiz qoldirishga haqqim yo'q edi, bilaman. Ammo aslında hayotning mazmuni uning qanchaligida emas, xotirangda qolgan yorqin kunlarda.
Istanbul, ketyapmiz. 15 daqiqada yo'lga chiqamiz. Istanbul, ketyapmiz. 15 daqiqada yo'lga chiqamiz. Bo'la qolinglar. Istanbulga ketyapmiz. Qizim. Tuba, tur, telefon. Seniki shekilli. Kim? Agar yana o'sha Sajju Ablaq U emas. Alo? Qayerdasan? Yo'q, tinchlan, muammo emas. Biz haligi Anadolu yaqinidamiz. Aybga buyurmaysan, ogohlantirmay kelaverdim. Sendan xabar bo'lavermagach, uyda bosim ortib ketdi, chidolmadim. Ketdim. Mayli, xijolat bo'lma. Dadam. Dadang? Qanaqasiga? Ha, dadasiman. Ya'ni Tubaning padari Tunjar. Xayrli kun. Aysam ismi, qani ichkariga kiringlar, yuringlar. Marhamat. Qani? Yur, uyda gaplashamiz. Yo'lda charchagansan. Qani kiringlar. Mehmon kelibdi-ku, xush kelibsiz. Bu yoqqa o'tinglar. Buncha chiroyli joy. Hoş geldiniz efendim. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Tuba, bularni qara-ya. Xuddi ertakka o'xshaydi. Tavba. Qani yeguliklarni tayyorlang. Xo'p, bo'ladi. Yuringlar. Tuba. Qizim. Jonim qizim. Yanglishmabman. Uni siz olib qochgansiz. Qizim, qani kel. Sog'inib ketdim, bolajonim, tuzukmisan? Go'zal qizim. Bilgandim. Ayshani taqib etsam topishimni bilgandim. Tuba, rostdan ham xabarim yo'q. Qasam ichaman, xabarim yo'q edi. Kechir meni. Yur, hozirroq ketamiz. Yur. Shoshma, Bonu, shoshma. Iltimos, keragi yo'q. Uni majburlama. Qaysi yuz bilan olib ketdingiz uni? Otaligingiz esingizga tushib qoldimi? Shohona hayot bilan aldamoqchimidingiz? Ota bo'lish uchun otalik qilish kerak. Sizchi? Siz nima qildingiz? Qizingiz uchun, men uchun nima qildingiz? Bizning hayotimiz uchun nima qildingiz? Hech nima. Biz uchun o'lgansiz. Tushundingizmi? O'lgansiz, oyi. Janjallashingizni istamayman. Unutma, sen meni qizimsan, meniki. Dadang bizni tashlab ketgan, achinmagan ham. Seni yolg'iz o'zim katta qildim. Doim birga bo'lamiz, qizim. Faqat ikkalamiz bo'lamiz. Yo'q, oyi. Tuba, qizim. Oying to'g'ri aytyapti. Qizim, kechalari isitmang ko'tarilganda yoningda men yo'q edim. Onang bor edi. Parvarishni onang qildi. Maktabga borganingda yoningda dadang yo'q edi. Onang bor edi. Boshqa bolalar otasining bag'rida bo'lganda, u ham otalik, ham onalik qildi. U ardoqlashingga arziydi. U bariga arziydi. Ko'zlarimga yosh keldi. Bu ham bir ayyorlik bo'lsa foydasi yo'q, aytib qo'yay. Qizimni vasiyligi menda. Unga borimni berdim, hayotimni bag'ishladim. Yur qizim, ketdik. Ketamiz bu yerdan.
Dada hech nima qilmaysizmi? Qiz meniki, u men bilan yashaydi. Ketdik Tuba. Yur qizim, ketdik. Yetar. Yetar, janjalning keragi yo'q. Tirik otamni o'lgan deb yurdim. Hamisha ko'nglimni bir cheti to'lmadi. Mana shu adibadingizni deb. Va nihoyat otamni topdim. U tirik. Endi sevinay desam, yo sizni yo uni tanlashim kerakmi? Menga ikkingiz ham keraksiz. Bir-biringizga azob berishingiz uchun yana meni qurbon qilishingizni istamayman. Go'zal qizim, qizalog'im, seni tanlashing shart emas. Men aytar so'zimni aytdim. Bu yerdan ketamiz. Yur qizim. Aysha, ol narsalaringni. Yur qizim, ketdik. Tuba. Hech nima demaysizmi, dada? Qizim. Oying to'g'ri aytdi. Uyingizga qayting. Dada. Yur, ketdik qizim. Yur. Yur Aysha. Yura qol. Ketdik qizim. Hadi Ayça. Yura qol. Yur qizim, Tuba. Hadi. Yur. Meni kuting, xo'pmi? 15 kundan keyin o'zim kelaman. 18 ga to'lgan kunim albatta kelaman. Xo'pmi? Tuba. Yur qizim, bo'ldi, yur. Mashinaga o'tir. Tuba, shunchalik qaroring qat'iymi? Sen uchun nimalar qilmadim, qizim? Noib amakiga men tufayli turmushga chiqmaganingizni bilaman, oyi. Ammo endi siz ham baxtli bo'lishingiz kerak. Oyi, men ulg'aydim. Hayot qonuni shunday. Iltimos, xafa bo'lmang.
So'nggi oylarda ahvoli yaxshi emasdi. Ilk bor kasalxonaga yotganda operatsiya qilish kerak deyishdi, lekin quloq solmadi. Muolajani yarmida tashlab chiqib ketdi. O'zini o'limga tayyorladi. O'sha soxta o'lim aslida sen azob chekmasliging uchun edi. Chunki inson yaqini o'lsa, bir marta ko'z yosh to'kadi derdi. Yoniga kelishini rosa mushtoq bo'lib kutdi. Boshqa syurpriz qilmaydimi? Yana avvalgidek turib kelmaydimi? Gapirsang-chi, Erkan. Amin. Ya Rabbi, marhumning ruhi pokiga shu yerda yotgan barcha mu'minlarning ruhi uchun baxshida qildik. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Amin. Koshki qaysarlik o'rniga bir-birimizni tushunishga harakat qilsaydik. Qizim.